Assalomu alaykum hammaga. Qadrdonlar, o'tkazib olmaymiz 2 minutga Polshada ishlash xohlovchilar bo'lgan yurtdoshlarimizga har xil Yevropa davlatidan turib telefon qilib ish so'raganlar uchun qisqacha qilib aytib o'taman. Bizda yaxta ishlab chiqarish zavodida, ya'ni oddiy tilda kema yoki kорабль ishlab chiqarish zavodida mutaxassis ustalar kerak. Kerakli bo'ladigan ustalar monteur mebel, ya'ni mebel yig'ilishi biladigan, yaxtani ichini taxlash kerak bo'ladi. Montaj qiladigan odam kerak, elektromonteur, stolyar ustasi kerak, lakrovщик, kraska qilishi biladigan ustalar kerak, обивщик mebeli, ya'ni mebel yig'ishi va mebelni materialini tortishi biladigan ustalar, mexanik gidravlik, ya'ni santexnik usta, to'kir ustalar kerak. Oylik maoshi soatiga 30 zlotdan o'rtoqlar. Agar ishni yaxshi olib boradigan bo'lsangiz 35 zlotgacha soatiga bo'ladi. Bir smena ish, kunduzgi smena bo'ladi. Ish soati ertalab soat 7 dan kechki soat 5 gacha. Shanba kuni ertalab soat 7 dan soat 3 gacha ish bo'ladi, korotkий deyin. 10 soat 12 soatdan ish o'rtoqlar. Oylik maoshdan 500 zlot yotoqqa ushlab qolinadi har oyda. Agar sizda Gdansk shahrida uyingiz bo'ladigan bo'lsa, yotoqxonangiz mabodo 1 zlot doполнительно qo'shib beriladi sizga. Xohlovchilar bo'lsa, malakali ustalar bo'lsa, mana shunaqa tushunadigan, biladigan ustalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Faqat iltimos rus tilini bilish shart. +48 bilan 780 505 555 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. WhatsApp, Telegram ishlab turibdi. Ofisga kelsanglar, xudo xolasa ishga joylashtiramiz, shu bilan chiqib ketaverasizlar. Undan boshqa vakansiyalarimizni keyingi videolarda qo'yib o'taman. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Plyuschani bitta bosib qo'yib, ekranni bitta qizartirib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, yaxshilikda ko'rishguncha.